Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotib qo'yilayotgan joyimiz ajoyib mastada. Urganch davlat pedagogika instituti yonida toza qurilgan domimizda 2-etajında, 2,5 domda tayyor remontdan chiqib turgan patkulch 3 xonali 80 kvadrat metr kvartiramiz arzon narxda sotib qo'yilayotir. Esa ketdik, bugun ishon taraf bilan dons chiqsa. 2-etajimizga yetib keldik. Shu xonadonimiz bo'ladi. Eshiklari demir, yaxshi eshiklardan qo'yilgan. İçan tarafına girerden olsak, birimiz görgenlerinizdeyin. Giyim tushgan uyimiz. Bir de shuningdek giyim qo'yadigan shkaflar bo'ladi. Ban tarafimizda esa yotoqxonasi. Registrlar o'tib turibdi. Aynalar akfayna, jaluzi perdalar qo'yilgan. Shuningdek tortmasi bo'ladi edi. Oyoq teglamizda g'oli döşalgan hamma yerini. Uyimiz remontdan chiqib turibdi toza. Görgenlerinizde abo yaxshisini urilgan lyustralar. Eshiklarimiz ham sifatli MDF eshiklardan qo'yilgan joyimizga. Bu yerimizda esa zal joylashib bo'ladi. Zalimiz ham enini ham uzunlik ham ullu tushgan, yaxshi bo'ylardan. Görgenlerinizning shkafi bo'ladi. Hamma narsasi toza holda turibdi. Bu yerda shuningdek ustar kursisi bo'ladi. 6 odamlik. Verilerimiz hem registrlar turibdi yaxshisini. Jaluzi perdalar, akfaynalar, oyoq teglarimiz g'oli. Bu yerimizda 2-chi yotoqxonasi bo'ladi. Bu joyimiz ham shuningdek ajoyib shkaflardan qo'yib qo'yibdilar yaxshisidan toza. Aboy bu yerimiz ham. Aynalar ham akfayna. Bu yerimizda esa sanuzel joylashib bo'ladi. Royal firmasidan Arisolda qo'yilgan. Oyoq tegdan da patolokadon kafel o'rilgan. Kir mashinalari bo'ladi. Qimmat Samsung firmasidan. Görgenlerinizning akkuratli turibdi, toza holda. Sanuzelimiz ham. Bu yerimizda esa oshxona joylashib bo'ladi. Oyoq teglarimiz laminat pol hamma joy. Shuningdek, oshxona mebellardan qo'yilgan gaz plitalari bo'ladi. Xolodilnik, jaluzi perdalar. Duh konturli kotellarimiz ham meri o'tib turibdi. Görgenlerinizning. Bu yerimiz ham aboy. Joyimiz shu turishida sotiladi. Kvadratına keladi olsak 80 kvadrat metr. 2,5 dom. Yaxshi narxda. Bahosi 450 milyon so'm bo'ladi. Videoda telefon nomer qoldiramiz. Bemalol telefon aytib olsangiz mumkin. Siz sog' bo'ling, salomat bo'ling.